18-pora. Mo'minun surasi Makka da nozil qilingan 118 oyatdan iborat. Mo'minun mo'minlar degani. Mo'min musulmonlarga loyiq sifatlar zikri bilan boshlangani uchun shunday nom berilgan. Unda Muhammad alayhisalomning Makkadagi davrlarida ahli islomga mushriklar tarafidan berilgan aziyatlarga sabr qilish, oxirat saodati uchun bu dunyoda qilish zarur bo'lgan solih amallar, payg'ambarlar qissasi va boshqa ilohiy o'gitlar bayon etilgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Mo'minlar najot topdilar. Ular namozlarida o'zlarini kamtar tutuvchidirlar. Ular behuda so'z va ishlardan yuz o'giruvchidirlar. Ular zakotni ado etuvchidirlar. Ular avratlarini haromdan saqlovchidirlar. Illo o'z jufti halollari va qo'l ostidagilar cho'rilar bundan mustasnodir. Bas, albatta ular malomat qilinuvchi emaslar. Bas, kimki shundan o'zgani harom qilingan narsalarni istasa, bas ana o'shalar haddan oshuvchidirlar. Ular mo'minlar odamlarning bergan omonatlariga va o'zaro bog'lagan ahd paymonlariga rioya etuvchidirlar. Ular namozlarini asraguvchi vaqtida ado etuvchidirlar. Aynan o'shalar merosxo'rdirlar. Firdavs jannatiga voris bo'lishib, ular u yerda jannatda mangu qoluvchidirlar. Qasamki, biz insonni, odamni loyning sarasidan yaratdik. So'ngra uni, inson naslini avvalo mustahkam qarorgoh bachadondagi mani qildik. So'ngra bu manini laxta qon qilib yaratdik. Bas laxta qonni parcha go'sht qilib yaratdik. Bas parcha go'shtni suyaklar qilib yaratib, bu suyaklarga go'sht qopladik. So'ngra unga jon kiritib, oldingi holidan butunlay boshqacha bir vujudni paydo qildik. Yaratuvchilarning eng go'zali Alloh barakotlidir. So'ngra albatta sizlar ey insonlar, mana shundan keyin albatta vafot etuvchidirsiz. So'ngra sizlar albatta qiyomat kuni qayta tirilursiz. Darvoqe, biz ustingizda 7 yo'lni, 7 qavat osmonni yaratdik. Biz yaratuvchilikdan g'ofil bo'lmadik. Biz osmondan aniq o'lchov bilan suv, yomg'ir, qor yog'dirib, uni yerga joylab qo'ydik. Va biz uni ketkazishga ham albatta qodirdirmiz. So'ngra biz sizlar uchun u suv bilan xurmo va uzum bog'larini paydo qildik. Sizlar uchun u bog'larda ko'p mevalar bor va sizlar ulardan yeysiz. Yana biz sizlar uchun Turi Sayno tog'idan chiqadigan yog' va yeguvchilar uchun nonxurush holda o'sadigan
bir daraxtni, zaytunni yaratdik. Albatta, sizlar uchun chorva mollarida ham ibrat bordir. Sizlarga ularning qornidagi narsa sutidan ichirurmiz. Yana sizlar uchun ularda ko'p foydalar bordir. Shuningdek, ularning go'sht yog'laridan yeysiz. Yana quruqlikda ular ustiga va dengizlarda kemalarga minib yurasiz. Darvoqe, biz Nuhni o'z qavmiga payg'ambar qildik. Bas u: ey qavmim, Allohga ibodat qilingiz. Sizlar uchun undan o'zga iloh yo'qdir. Axir qo'rqmaysizmi? dedi. Shunda uning qavmidan kofir bo'lgan zodagonlar: bu ham xuddi sizlarga o'xshagan odam, faqat sizlardan ustun bo'lib olmoqchi. Agar Alloh payg'ambar yuborishni xohlasa, farishtalarni tushirgan bo'lar edi. Bizlar bu Nuh so'zlarini avvalgi ota-bobolarimizdan eshitgan emasmiz. U, ya'ni Nuh, faqat bir jinni odamdir. Bas, uni biroz vaqtgacha kuzatib turingiz, dedilar. Nuh aytdi: ey Rabbim, ularning menga nisbatan inkoriga qarshi o'zing menga yordam qilgin. Bas, biz unga vahiy qildik. Bizning himoyamizda va vahiyimiz bilan bir kema yasagin. Bas, qachonki bizning amrimiz kelib, tannurdan olov o'rniga favvoralar otilgan vaqtida u kemaga har jonivordan bir juftdan va oilangni solgin. Lekin kofirlardan kim haqida bizni so'zimiz g'arq bo'lishi haqidagi hukmimiz kechgan bo'lsa, ularni tark qilgin. Hamda ular haqida najot so'rab, menga xitob iltijo qilmagin. Ular albatta to'fon suviga g'arq qilinuvchidirlar. Endi qachonki o'zing va sen bilan birga bo'lgan kishilar kemaga joylashib olgach, aytgin: bizlarni zolimlar qavmidan qutqargan Allohga hamd. Yana ayt: ey Rabbim, meni bir muborak manzilga tushirgin. Sen manzilga tushiruvchilarning yaxshisidirsan. Albatta bunda Nuh va to'fon voqeasida alomatlar bordir. Biz odamlarni sinovchidirmiz. So'ngra biz ulardan keyin boshqa avlodni, Od qabilasini paydo qildik. Bas, ularga o'zlaridan bir payg'ambarni, Hudni yubordik. U aytdi: Allohga ibodat qilingiz. Sizlar uchun undan o'zga iloh yo'qdir. Bas, unga shirk keltirishdan qo'rqmaysizmi? Uning qavmidan kofir bo'lgan, oxirat muloqotini inkor etgan va biz dunyo hayotida maishatparast qilib qo'ygan kimsalar dedilar: bu ham xuddi sizlarga o'xshagan odam. U ham sizlar yeydigan narsadan yeydi, sizlar ichadigan narsadan ichadi. Qasamki, agar sizlar o'zingizga o'xshagan odamga itoat qilsangiz, u holda sizlar albatta ziyon ko'ruvchidirsiz. U sizlarga o'lib, tuproq va suyaklarga aylanganingizdan keyin
albatta qabrlaringizdan chiqariluvchidirsiz deb va'da bermoqdami? Sizlarga va'da qilayotgan narsa aqldan juda uzoqdir. Hayot faqat shu dunyodagi hayotimizdir. Ayrimlarimiz o'lsak, boshqalarimiz yashayveramiz. Biz qayta tiriluvchi emasmiz. U xud faqat Alloh sha'niga yolg'on to'qigan shaxsdir. Bizlar unga iymon keltiruvchi emasmiz. Shunda xud aytdi: Ey Rabbim, meni yolg'onchi qilganlari bois menga yordam qilgin. Alloh dedim. Birozdan keyin ular albatta pushaymon bo'luvchilarga aylanib qolurlar. Bas, haqiqatan ham ularni mudhish bir qichqiriq tutdi. Biz esa ularni xazonga aylantirdik. Zolimlar qavmiga halokat bo'lgay. So'ngra ulardan keyin boshqa avlodlarni paydo qildik. Hech bir ummat o'z ajalidan o'zib ham keta olmas, uni ortga ham sura olmas. So'ngra paydarpay payg'ambarlar yubordik. Har gal biror ummatga o'z payg'ambari kelsa, uni inkor etdilar. Bas, biz ularni birin-ketin halok qildik va ularni odamlar og'zida yuradigan gapga aylantirib qo'ydik. Bas, iymon keltirmaydigan qavmga halokat bo'lgay. So'ngra biz Musa va uning birodari Harunni mo'jizalarimiz va aniq hujjat bilan yubordik. Fir'avn va uning zodagonlariga yubordik. Ular esa kibr havoga berildilar. Ular mutakabbirlar qavmi edi. Bas aytdilar: xuddi o'zimizga o'xshagan shu ikki kishiga iymon keltiramizmi? Holbuki ularning qavmi Isroil avlodi bizlarga quldirlar. Bas, ikkisini yolg'onchiga chiqarishib, halok qilinuvchilardan bo'ldilar. Dar haqiqat, Musoga hidoyat topishlari uchun kitob Tavrotni ato etdik. Keyin Maryamning o'g'li Isoni va uning onasini alomat qildik va ikkisini bir oqin suvli baland qarorgohga joyladik. Payg'ambarlarimizga shunday dedik: Ey payg'ambarlar, pok taomlardan tanavvul qilingiz va ezgu ish qilingiz. Albatta, men qilayotgan ishlaringizni biluvchidirman. Albatta, bu diningiz bir millatdir, ya'ni islom dinidir. Men esa sizlarning Rabbingizdirman. Bas, mendan qo'rqingiz. So'ngra odamlar ishlarini, dinlarini turlarga bo'lib yubordilar. Har bir guruh o'z oldilaridagi narsa, din bilan mamnundirlar. Bas, ey Muhammad, siz ularni ma'lum vaqtgacha o'z g'aflatlariga qo'yib bering. Biz ularga berayotgan boylik va farzandlarni o'zlari uchun yaxshiliklarni tezlatishimiz belgisi deb hisoblaydilarmi? Yo'q, ular buning hikmatini sezmaydilar. Albatta, Parvardigorlaridan qo'rqib,
xavfda turuvchilar, Parvardigorlarining oyatlariga iymon keltiradiganlar, Parvardigorlariga shirk keltirmaydiganlar, shuningdek sadaqalarini qiyomatda Parvardigorga qaytuvchi ekanlaridan dillari qo'rqib turgan holda beradigan kishilar, aynan o'shalar yaxshiliklarni qilishga shoshurlar va unda o'zib ketuvchidirlar. Biz hech bir jon egasini toqatidan tashqari narsaga taklif qilmaymiz. Bizning dargohimizda faqat haqni so'zlaydigan bitik bordir. Ularga nohaqlik qilinmas. Yo'q, kofirlarning dillari bundan g'aflatdadir. Ular uchun bundan boshqa o'zlari qiluvchi bo'lgan befoyda ishlar bordir. Toki biz ularning to'q mag'rur yashaydiganlarini biror azobga giriftor qilganimizda bexos ular faryod qilurlar. Bugun endi faryod qilmangiz. Biz tomondan sizlarga aslo yordam berilmas. Chunki sizlarga oyatlarim tilovat qilinganida sizlar ortingizga qarab yurgan edingiz. Baytulloh haramidamiz deb u bilan mutakabbirlik qilib, tungi suhbatlaringizda Qur'on xususida behuda so'zlarni aytar edingiz. Axir ular bu so'zni, Qur'onni chuqurroq fikrlab ko'rmadilarmi? Yoki ularga avval o'tgan ota-bobolariga kelmagan narsa kelibdimi? Yoki o'z payg'ambarlarini tanimay uni inkor qiluvchi bo'ldilarmi? Yoxud unda Muhammadda jinnilik bor deydilarmi? Yo'q, u ularga haqiqatni keltirdi. Ularning aksariyati esa haqiqatni yomon ko'ruvchilardir. Agar haq Alloh ularning havoyi nafslariga ergashsa edi, albatta osmonlar, yer va ulardagi bor jonzot buzilib halok bo'lgan bo'lar edi. Yo'q, biz ular uchun eslatma keltirdik. Ular esa o'zlariga kelgan eslatmadan yuz o'giruvchidirlar. Ey Muhammad, yoki siz ulardan xarj so'ramoqdamisiz? Rabbingizning xarji, ajri yaxshiroqdir. U rizq beruvchilarning yaxshisidir. Albatta, siz ularni faqat to'g'ri yo'lga da'vat qilursiz. Oxiratga iymon keltirmaydiganlar yo'ldan ozuvchidirlar. Agar biz ularga rahm qilsak va ulardagi narsani, tahatchilikni aritsak, shaksiz ular yana o'z tug'yonlarida gangib yurgan bo'lar edilar. Mana biz ularni azobga tutdik. Ular esa na Parvardigorga bo'yin egdilar va na tavba tazarru qildilar. To qachonki biz ularga qattiq azob, qahatchilik eshigini ochib qo'yadigan bo'lsak, bexos ular noumid bo'luvchidirlar. U Alloh sizlarga quloqlarni, ko'zlarni va dillarni paydo qilgan zotdir. Sizlar bunga juda kam shukr qilursiz. U sizlarni yer yuzida yaratgan va tarqatgan zotdir. Sizlar qiyomat kuni uning huzuriga to'planursiz. U tiriltiradigan va o'ldiradigan zotdir.
kecha va kunduzning o'zgarib turishi ham unga bog'liqdir. Axir aql yurgizmaysizmi? Yo'q. Ular ham xuddi avvalgilar o'tgan payg'ambarlarga aytgan so'zlarini aytdilar. Dedilar: bizlar o'lib, tuproq va suyaklarga aylanganimizda qiyomat kuni yana qayta tiriluvchimizmi? Darvoqe, bizlarga ham, ota-bobolarimizga ham oldin mana shu va'da qilingan edi. Bu faqat avvalgilarning afsonalaridir. Ey Muhammad, ularga ayting: agar biluvchi bo'lsangiz aytingizchi, yer va undagi bor jonzot kimniki? Ular albatta Allohnikidir derlar. Ayting: bas shunday ekan, ulardan eslatma olmaysizmi? Ayting: 7 osmonning Rabbi, ya'ni ulug' arshning Rabbi kimdir? Bular ham Allohnikidir derlar. Ayting: axir qo'rqmaysizmi? Ayting: agar bilsangiz aytinglarchi, barcha narsaning hukmronligi qo'lida bo'lgan, o'zi barchaga homiylik qiladigan, unga qarshi homiylik qilinmaydigan zot kimdir? Bular ham Allohnikidir derlar. Ayting: bas, unda nechuk haqiqatni qabul qilish o'rniga sehrlanmoqdasiz. Aksincha, biz ularga qayta tirilishlari haqidagi haqiqatni keltirdik. Ular esa hanuz Alloh sha'niga yolg'on to'quvchilardir. Alloh farzand tutgan emas va u bilan birga biror iloh ham bo'lgan emasdir. Aks holda har bir iloh o'zi yaratgan narsa bilan kibrga ketib, bir-biridan ustun bo'lib olur edi. Natijada yer va osmon buzilib ketgan bo'lar edi. Alloh ular vasf etayotgan narsadan pokdir. U maxfiy sir va oshkora gap va ishlarni biluvchidir. Bas keltirayotgan shirklaridan u oliy pokdir. Ayting: ey Rabbim, menga kofirlarga va'da qilinayotgan narsa azobni ko'rsatsang-chi. Ey Rabbim, o'shanda meni u zolimlar qavmi ichida turuvchi qilmagin. Albatta, biz ularga va'da qilayotgan narsa azobni sizga ko'rsatishga qodirmiz. Siz ular qilayotgan yomonlikni go'zal so'zlar bilan daf eting. Biz ular sifatlayotgan narsani yaxshi biluvchidirmiz. Ayting: ey Rabbim, men sendan shaytonlarning vasvasalaridan panoh berishingni so'rayman. Yana men sendan, ey Rabbim, ular mening huzurimga kelishlaridan panoh so'rayman. Toki ulardan, mushriklardan birortasiga o'lim kelganida: ey Rabbim, meni yana hayotga qaytaringiz. Shoyat men tark etgan joyim dunyoda yaxshi amal qilsam der. Yo'q, u aslo qaytarilmas. Bu haqiqatan u aytuvchisi bo'lgan so'zdir. Ularning ortida to qayta tiriladigan kunlarigacha ikki dunyo o'rtasini to'sib turadigan bir to'siq bordir. Bas, qachonki sur chalinganida, qiyomat boshlanganida
ana o'sha kuni ularning o'rtalarida hech qanday nasablar qolmas va ular o'zaro savol javob ham qila olmaslar. Bas kimlarning yaxshilik tarozulari og'ir kelsa, bas o'shalargina najot topuvchilardir. Kimning savob vaznlari yengil bo'lsa, bas ana o'shalar o'zlariga ziyon qilibdilar. Ular jahannamda mangu qoluvchilardir. Yuzlarini o't kuydirgach, ular u yerda badbashara bo'lib qoluvchidirlar. Ularga sizlarga mening oyatlarim tilovat qilinganida sizlar ularni yolg'onga yo'ygan emasmidingiz deyilganida, ular deydilar: ey Rabbimiz, badbaxtligimiz bizlarga g'olib kelib, adashgan qavm bo'lib qolgan ekanmiz. Parvardigoro, bizlarni jahannamdan dunyoga chiqargin. Bas agar yana kufr va itoatsizlikka qaytsak, u holda biz shaksiz o'zimizga zulm qiluvchidirmiz. Alloh aytadi: unda jahannamda xor bo'lingiz va menga so'z qotmangiz. Darvoqe, mening bandalarim ichida bir guruh bor edi. Ular: ey Rabbimiz, o'zingga iymon keltirdik, bas bizlarni mag'firat qilgin va bizlarga rahm ayla. Sen o'zing rahm qiluvchilarning yaxshisidirsan der edilar. Bas sizlar ularni masxara qildingiz. Hatto u kulish sizlarga meni eslashni unuttirdi. Sizlar ulardan kulgan edingiz. Men bugun ularni sabr qilganlari sababli mukofotladim. Ular haqiqatan yutuqqa erishuvchidirlar. Yerda yillar hisobi bilan fikringiz bo'yicha qancha turdingiz, deydi Alloh. Ular aytadilar: bir kun yoki yarim kun sanab turuvchi farishtalardan so'ragin. Alloh deydi: agar sizlar biladigan bo'lsangiz, dunyoda juda oz turdingiz. Yoki sizlarning gumoningizcha biz sizlarni behuda yaratdik-ku, sizlar bizning huzurimizga qaytarilmaysizmi? Bas haq haqqoniy va malik podshoh bo'lmish Alloh yuksakdir. Undan o'zga iloh yo'qdir va u ulug' arshning parvardigoridir. Kimki o'zida hech qanday hujjat bo'lmagan holda Alloh bilan birga boshqa biror ilohga iltijo qilsa, bas uning hisob kitobi Parvardigorning huzuridadir. Albatta kofirlar oxiratda najot topmaslar. Ey Muhammad, ayting: ey Rabbim, gunohlarimizni mag'firat et va holimizga rahm ayla. Sen o'zing rahm qiluvchilarning yaxshisidirsan. Nur surasi Madinada nozil qilingan 64 oyatdan iborat. Surada Allohning yer va osmonlar nuri ekani
va bu nur haqida tafsir berilgani uchun unga Nur surasi deb nom berilgan. Ijtimoiy hayot illatlaridan biri sifatida zinokorlik islom shariati bo'yicha ulkan gunoh sanalishi, u isbotlangan taqdirda bu fahsh ishga qo'l urgan ikki tomonga belgilanadigan jazolar, shuningdek birovni badnom qilish maqsadida uyushtirilgan soxta guvohlarning jazolanishi, insonning obro'sini to'kishdan saqlanish, nikohli turmush qurishning ahamiyati va boshqa masalalar surada o'z aksini topgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Ushbu biz nozil qilgan va uni, ya'ni hukmlarini farz qilgan bir suradirki, unda sizlar eslatma olishingiz uchun aniq oyatlarni nozil qildik. Zinokor ayol va zinokor erkakning har biriga 100 darra uringiz. Agar Allohga va oxirat kuniga iymon keltiruvchi bo'lsangiz, Allohning dini hukmida sizlarni ularga, zinokorlarga nisbatan rahim shafqat tuyg'ulari tutmasin. Ularning jazolanishiga bir guruh mo'minlar hozir bo'lsin. Zinokor erkak faqat zinokor ayolni yoki mushrikani nikohlab olur. Zinokor ayolni ham faqat zinokor erkak yoki mushrik nikohlab olur. Bu ish mo'minlarga harom qilindi. Iffatli ayollarni zinokor deb haqoratlagan, so'ngra bu da'volarga 4 ta guvoh keltira olmagan kimsalarni 80 darradan uringiz va abadul abad ularning guvohliklarini qabul qilmangiz. Ana o'shalar fosiq kishilardir. Magar so'ngra tavba qilib o'zlarini tuzatgan kishilargina fosiq emasdirlar. Zero Alloh mag'firatli va rahimlidir. O'zlaridan boshqa guvohlari bo'lmagan holda o'z xotinlarini buzuq deb badnom qiladigan erlarning har biri o'zini albatta men rostgo'ylardan deb Alloh nomiga 4 marta guvohlik berishi talab qilinadi. 5-inchisi, ya'ni guvohligi, agar yolg'onchilardan bo'lsam, menga Allohning la'nati bo'lsin deyishidir. U, ya'ni erim, albatta yolg'onchilardan deb Alloh nomiga 4 marta guvohlik berishi undan, ayoldan jazoni daf qilur. 5-inchisi, ya'ni guvohligi, agar erim rostgo'ylardan bo'lsa, unga menga Allohning g'azabi bo'lsin deyishidir. Agar sizlarga Allohning fazli va rahmati bo'lmaganida hamda Alloh tavbalarni qabul qiluvchi va hikmat sohibi bo'lmaganida edi, mazkur holatlarda sharmanda bo'lar edingiz. Albatta, bu bo'xtonni vujudga keltirgan kimsalar o'zlaringizdan bo'lmish bir to'da kimsalardir. Uni, bo'xtonni sizlar o'zlaringiz uchun yomonlik deb o'ylamangiz, balki u sizlar uchun yaxshidir. Ulardan, bo'xtonchilardan har bir kishi uchun o'zi orttirgan gunoh jazosi bordir.
ularning orasidagi gunohning kattasini ko'targan kimsa Abdulloh ibn Ubay uchun esa ulkan jazo jahannam bordir. Ey mo'minlar, sizlar bu bo'xtonni eshitgan paytingizda mo'min va mo'minalar o'zlari bir-birlari haqida yaxshilikni gumon qilib, bu aniq bo'xton-ku desalar bo'lmasmidi? Ular Oyshani badnom qilmoqchi bo'lganlar 4 ta guvoh keltirsalar bo'lmasmidi? Bas, agar guvoh keltira olmasalar, demak Alloh nazdida ular yolg'onchidirlar. Agar sizlarga dunyo va oxiratda Allohning fazli va rahmati bo'lmasa edi, albatta oshirib-toshirib so'zlaganingiz sababli sizlarni ulkan jazo tutgan bo'lar edi. O'shanda sizlar uni tildan tilga ko'chirib, og'izlaringiz bilan o'zlaringiz aniq bilmagan narsani so'zlar va buni yengil fahmlar edingiz. Holbuki u Alloh nazdida ulkan gunohdir. Uni eshitgan paytingizda bu mishmishni gapirish biz uchun joiz emas. Ey pok Parvardigor, bu ulkan bo'xton desangiz bo'lmasmidi? Agar mo'min bo'lsangiz, sira unga o'xshagan narsalarga qaytmasligingizni Alloh sizlarga nasihat qilur. Alloh sizlarga o'z oyatlarini bayon qilur. Alloh ilm va hikmat sohibidir. Albatta, iymon keltirgan kishilar o'rtasida yomon gaplar yoyilishini istaydigan kimsalar uchun dunyoda ham oxiratda ham alamli azob bordir. Hamma narsani Alloh bilur, sizlar esa bilmassiz. Agar sizlarga Allohning fazli va rahmati hamda Alloh mehribon va rahimli bo'lmasa edi, jazoni naqd qilgan bo'lar edi. Ey iymon keltirganlar, shaytonning izidan ergashmangiz. Kim shaytonning izidan ergashsa bas, albatta shayton buzuqlik va yovuzlikka buyurur. Agar sizlarga Allohning fazli va rahmati bo'lmaganda edi, sizlardan biror kishi tuhmatdan pok bo'lmas edi. Lekin Alloh o'zi xohlagan kishini poklar. Alloh eshituvchi va biluvchidir. Sizlardan fazilat va keng mol-mulk egalari qarindoshlarga, miskinlarga va muhojirlarga Alloh yo'lida ehson qilmaslikka qasam ichmasin, balki ularni afv qilib kechirsinlar. Alloh sizlarni mag'firat qilishini istamaysizmi? Alloh mag'firatli va rahimlidir. Albatta, fahsh ishlardan bexabar, iffatli mo'mina ayollarni badnom qiladigan kimsalar dunyoda ham, oxiratda ham la'natlanurlar. Ularga ulkan azob bordir. U kun ularning qilib o'tgan ish bo'xtonlari bilan tillari, qo'l va oyoqlari ularga guvohlik beradigan kundir. O'sha kuni Alloh ularning haqiqiy jazolarini to'la to'kis berur va ular Allohning aniq haq ekanini bilurlar. Nopok ayollar nopok erkaklar uchun loyiqdir. Nopok erkaklar
nopok ayollar uchun loyiqdir. Pokiza ayollar, pokiza erkaklar uchun, pokiza erlar, pokiza ayollar uchundir. Aynan o'shalar, pokiza erlar va pokiza ayollar ularning aytayotgan bo'xtonlaridan pokdirlar. Ular uchun mag'firat va farovon rizq, jannat ne'matlari bordir. Ey iymon keltirganlar, o'z uylaringizdan o'zga uylarga to izn so'ramaguningizcha va egalariga salom bermaguningizcha kirmangiz. Mana shu sizlar uchun yaxshidir. Zora bu gapdan eslatma olsangiz. Bas, agar u uylarda hech kimni topmasangiz, unda to sizlarga izn berilmaguncha ularga kirmangiz. Agar sizlarga qaytingiz deyilsa, qaytib ketaveringiz. Shu sizlar uchun eng toza yo'ldir. Alloh qilayotgan ishlaringizni biluvchidir. Xususiy maskan bo'lmagan mehmonxona, karvonsaroy kabi sizlar foydalanadigan uylarga izn so'ramasdan kirishingizda sizlarga gunoh yo'qdir. Alloh oshkor qilayotgan narsangizni ham, yashirayotgan narsangizni ham bilur. Ey Muhammad, mo'minlarga ayting, ko'zlarini nomahram ayollardan quyi tutsinlar va avratlarini zinodan saqlasinlar. Mana shu ular uchun eng toza yo'ldir. Albatta, Alloh ular qilayotgan sir sinoatlaridan xabardordir. Mo'minalarga ham ayting, ko'zlarini nomahram erkaklardan quyi tutsinlar va avratlarini zinodan saqlasinlar. Shuningdek, odatda ko'rinib turadiganidan boshqa ziynatlarini ko'rsatmasinlar va ro'mollarini ko'kraklari uzra tushirib olsinlar. Ular zeb ziynatlarini erlari yo otalari, yo erlarining otalari yo o'g'illari, yo erlarining o'g'illari, yo o'zlarining og'a-inilari, yo og'a-inilarining o'g'illari, yo opa-singillarining o'g'illari, yo o'zlari kabi ayollar, yo qo'l ostilaridagi cho'rilar, yo ayollardan behojat bo'lgan, ya'ni juda keksayib qolganlar, xunasalar yoki aqlsiz devonalar kabi erkak xizmatkorlar, ayollarning avratlaridan xabardor bo'lmagan go'daklardan boshqa kishilarga ko'rsatmasinlar. Yana yashirgan ziynatlarini bildirib, oyoqlarini yerga urmasinlar. Barchangiz Allohga tavba qilingiz, ey mo'minlar, shoyat shunda najot topsangiz. Sizlarning orangizdagi tul erkak va ayollarni hamda qul va cho'rilaringizdan yaroqlilarini uylantiringiz. Agar ular kambag'al bo'lsalar, Alloh ularni o'z fazli bilan boyitur. Alloh fazlu karami keng va dono zotdir. Nikoh uchun lozim mablag' topa olmaydigan kishilar to Alloh ularni o'z fazli bilan boyitguncha o'zlarini haromdan, zinokorlikdan pok tutsinlar. Ey mo'minlar, qo'l ostingizdagi qullardan mukotab bo'lishini istaydiganlari bo'lsa, u holda agar sizlar ularda yaxshilikni bilsangiz,
ularni mukotab qilingiz va ularga Allohning sizlarga ato etgan molidan beringiz. Iffatni istagan cho'rilaringizni dunyo hayoti matohlari ko'yida zinokorlik qilishga majburlamangiz. Kim ularni majbur etsa, bas albatta Alloh majburlaganlaridan so'ng u cho'rilarni mag'firat qiluvchi va ularga rahimlidir. Ey mo'minlar, dar haqiqat biz sizlarga ushbu bayon etuvchi oyatlarni, sizlardan ilgari o'tganlar to'g'risidagi misollarni va taqvodorlar uchun nasihatni nozil qildik. Alloh osmonlar va yerning nuridir. Nurining misoli xuddi bir tokcha ichidagi chiroq. Bu chiroq bir shisha ichida, u shisha go'yo bir durdan yaralgan yulduzga o'xshaydi. U chiroq na sharqiy va na g'arbiy bo'lmagan muborak zaytun daraxti moyidan yoqilur. Uning moyi musaffoligidan garchi unga olov tegmasa-da, atrofni yoritib yuborgudekdir. Mazkurlar qo'shilganda esa nur ustiga nur bo'lur. Alloh o'zining bu nuriga o'zi xohlagan kishilarni hidoyat qilur. Alloh odamlar ibrat olishlari uchun mana shunday misollarni keltirur. Alloh barcha narsani biluvchidir. U chiroq ko'tarilishiga va ularda o'zining nomi zikr qilinishiga Alloh izn bergan uylarda, masjidlardadir. U masjidlarda erta-yu kech unga tasbih aytadigan kishilar bordirki, ularni na tijorat va na savdo ishlari Allohning zikridan, namozni barkamol ado etishdan va zakot berishdan chalg'ita olmas. Ular dillar va ko'zlar istirobga tushib qoladigan kun qiyomatdan qo'rqurlar. Ular qilgan ezgu amallari sababli Allohning mukofotlashi va yana ularga o'z fazli bilan ziyoda etishi uchun ibodat qilurlar. Alloh o'zi xohlagan kishilarga behisob rizq berur. Kufrda bo'lganlarning qilgan amallari esa sahrodagi sarobga o'xshaydi. Tashna odam uni suv deb o'ylar, uning oldiga kelgach esa hech narsa topa olmas va Allohni uning oldida topur. Bas u uning hisob kitobini mukammal qilur. Alloh tez hisob kitob qiluvchi zotdir. Yoki kofirlarning qilgan amallari qavatma-qavat to'lqin va uning ustida qora bulut qoplab olgan sermavj dengizdagi zulmatlarga o'xshaydi. Ular ustma-ust zulmatlardir. Qo'lini chiqarib qarasa, uni ko'ra olmas. Kimga Alloh nur iymon bermasa, bas uning uchun hech qanday nur yo'qdir. Ey Muhammad, Allohga osmonlar va yerdagi bor jonzot, saf tortgan qushlar ham tasbih aytishlarini ko'rmadingizmi? Har biri o'z duo va tasbihini bilur. Alloh esa ularning qilayotgan barcha ishlarini biluvchidir. Osmonlar va yerning podshohligi Allohga xosdir. Qaytish ham Allohning huzurigadir.
Allohning bulutlarni haydashini, so'ngra ularni birlashtirishini, so'ngra ularni ustma-ust qalashtirishini ko'rmadingizmi? So'ngra bulut orasidan yomg'ir chiqayotganini ko'rasiz. Alloh osmondan undagi tog' bulutlardan do'l yog'dirib, uni o'zi xohlagan kishilarga yetkazur va o'zi xohlagan kishilardan burib yuborur. Chaqmog'ining yorug'ligi ko'zlarni ketkazgudekdir. Alloh kecha va kunduzning o'rinlarini almashtirib turar. Albatta, bunda ko'z egalari, oqillar uchun ibrat bordir. Alloh barcha jonivorni suvdan yaratdi. Ulardan qorni bilan sudralib yuradiganlari ham, ikki oyoqda yuradiganlari ham, to'rt oyoqda yuradiganlari ham bordir. Alloh o'zi xohlagan narsani yaratur. Albatta, Alloh barcha narsaga qodirdir. Dar haqiqat, biz sizlarga haqiqatni bayon etuvchi oyatlarni nozil qildik. Alloh o'zi xohlagan kishilarni to'g'ri yo'lga boshlar. Ular, ya'ni munofiqlar, Allohga va payg'ambarga iymon keltirdik va bo'yin sundik deydilar-u. Shundan keyin ulardan bir guruhi yuz o'girib ketur. Ana o'shalar mo'min emasdirlar. Qachonki o'rtalarida hukm chiqarish uchun Alloh va uning payg'ambari sari chorlansalar, birdaniga ulardan bir guruhi payg'ambar huzuriga kelishdan bosh tortuvchilardir. Agar haqiqat ular tarafda bo'lsa, payg'ambar oldiga bo'yin sunib kelardilar. Ularning dillarida maraz bormi? Yoki Muhammadning haq payg'ambar ekaniga shubhalanadilarmi? Yoxud Alloh va uning payg'ambarlari ularga adolatsiz hukm qilishidan qo'rqadilarmi? Yo'q, ular aynan zolimlardir. Alloh va uning payg'ambariga o'rtalarida hukm chiqarish uchun chorlangan vaqtlarida mo'minlarning so'zi eshitdik va bo'yin sundik demoqdir. Ana o'shalargina najot topuvchilardir. Kimki Alloh va uning payg'ambariga itoat etsa va Allohdan qo'rqib taqvo qilsa, bas, aynan o'shalargina yutuq egalaridirlar. Munofiqlar, agar siz amr etsangiz, albatta jihodga chiqishlari haqida jon jahdlari bilan qasam ichdilar. Ayting, qasam ichmangiz. Jihod ma'lum bir toatdir. Uning uchun qasam ichishga hojat yo'qdir. Albatta, Alloh barcha qilayotgan ishlaringizdan xabardordir. Ayting, Allohga bo'yin suningiz va payg'ambarga bo'yin suningiz. Shundan so'ng agar yuz o'girsangiz, bas, payg'ambar zimmasida o'ziga yuklangan narsa Allohning buyrug'ini yetkazish va sizlarning zimmangizda o'zlaringizga yuklangan narsa unga bo'yin sunish bordir. Agar unga itoat etsangiz, hidoyat topursiz. Payg'ambar zimmasida faqat sizlarga haq dinni aniq yetkazish bordir. Alloh sizlardan iymon keltirgan va solih amallarni qilgan zotlarga
xuddi ilgari o'tgan iymonli zotlarni yer yuziga xalifa qilganidek ularni ham yer yuziga xalifa qilishni va ular uchun o'zi rozi bo'lgan islom dinini mustahkam qilishni hamda ularning Makkadagi ko'rgan xavf xatarlaridan so'ng Madinada xotirjamlikka aylantirib qo'yishni va'da qildi. Ular menga ibodat qilurlar va menga biror narsani sherik qilmaslar. Kimki mana shu va'dadan keyin noshukrlik qilsa, bas ular fosiqlardir. Ey mo'minlar, namozni barkamol ado etingiz, zakotni beringiz va payg'ambarga itoat etingiz, zora shunda rahim qilinsangiz. Ey Muhammad, kofir bo'lganlarni yer yuzida Allohni ojiz qoldiruvchi g'oliblar deb o'ylamang. Ularning borar joylari do'zaxdir. Naqadar yomon oqibat u. Ey iymon keltirganlar, qo'l ostingizdagi qul va cho'rilaringiz hamda balog'atga yetmagan farzandlaringiz 3 marta huzuringizga kirishda sizlardan izn so'rasinlar. Bomdod namozidan ilgari, peshin vaqtida issiqdan kiyimlaringizni tashlagan paytingizda va xufton namozidan keyin. Bu 3 vaqt sizlarning avratlaringiz ochiq bo'lishi mumkin bo'lgan vaqtlardir. Ular o'sha vaqtlardan so'ng izn so'ramay kirsalar, sizlarga ham, ularga ham gunoh yo'qdir. Chunki ular sizlarga biringizga kelib ketib turuvchidirsiz. Alloh oyatlarini sizlarga mana shunday bayon qilur. Alloh bilim va hikmat sohibidir. Qachonki go'daklaringiz balog'atga yetsa, bas ular ham xuddi o'zlaridan oldingi balog'atga yetganlar kabi izn so'rasinlar. Alloh o'z oyatlarini sizlarga mana shunday bayon qilur. Alloh bilim va hikmat sohibidir. Xotinlardan o'tirib keksayib qolgan, nikohni erga tegishni o'ylamaydiganlari biror ziynat bilan yasanmagan hollarida kiyimlarini, yopinchiqlarini yechib qo'yishlarida ularga gunoh yo'qdir. O'zlarini pok yopinchiqda tutishlari ular uchun yaxshiroqdir. Alloh eshituvchi va dono zotdir. Jangga chiqmaslikda ko'zi ojiz kishiga gunoh yo'qdir. Cho'loqqa ham gunoh yo'qdir. Bemorga ham gunoh yo'qdir. Ey mo'minlar, o'z uylaringizdan yo otalaringizning uylaridan, yo onalaringizning uylaridan, yo aka-ukalaringizning uylaridan, yo opa-singillaringizning uylaridan, yo amakilaringizning uylaridan, yo ammalaringizning uylaridan, yo tog'alaringizning uylaridan, yo xolalaringizning uylaridan, yo sizlar kalitlariga ega bo'lgan uylardan, yo do'stingizning uyidan izn so'ramasdan taomlanishingizda sizlarga gunoh yo'qdir. To'plangan yo bo'lingan hollaringizda ovqatlanishingizda sizlarga gunoh yo'qdir.
bas qachonki uylarga kirsangiz bir-birlaringizga Alloh huzuridan bo'lgan muborak pokiza salomni aytingiz. Sizlar aql yurgizishlaringiz uchun Alloh o'z oyatlarini sizlarga mana shunday bayon qildi. Albatta, mo'minlar faqat Allohga va uning payg'ambariga iymon keltirgan zotlardir. Ular payg'ambar bilan biror umumiy ish ustida birga bo'lgan vaqtlarida to undan izn so'ramagunlaricha ketmaslar. Faqat sizdan izn so'raydigan zotlar aynan o'shalargina Alloh va uning payg'ambariga iymon keltiradigan zotlardir. Endi qachonki ular sizdan ba'zi bir ishlari uchun izn so'rasalar, bas ulardan xohlaganlaringizga izn bering va Allohdan ularga mag'firat so'rang. Albatta, Alloh kechirimli va rahimlidir. Ey mo'minlar, payg'ambarni chaqirishni o'rtalaringizda bir-birlaringizni chaqirish kabi qilmangiz. Sizlardan berkingan hollarida payg'ambar huzuridan sug'urilib chiqib ketadigan kimsalarni Alloh yaxshi bilur. Payg'ambarning amriga xilof ish tutadigan kimsalar o'zlariga biror kulfat yetib qolishidan yoki alamli azob yetib qolishidan saqlansinlar. Ogoh bo'lingiz kim, osmonlar va yerdagi bor narsalar albatta Allohnikidir. U sizlar nimada ekaningizni, mo'min yoki munofiqligingizni ham, o'ziga qaytariladigan qiyomat kunini ham yaxshi bilur. Bas ularni o'shanda qilib o'tgan ishlaridan xabardor qilur. Alloh barcha narsani biluvchidir. Furqon surasi Makka da nozil qilingan 77 oyatdan iborat. Furqon ajrim etuvchi. Mufassirlar buning ma'nosini haq bilan botilni, hidoyat bilan zalolatni ajrim qilib beruvchi ilohiy kitob. Undan murod Tavrot, Zabur, Injilning asl nusxalari yoki Qur'oni Karim deb sharhlaganlar. Surada islom aqidalariga oid masalalar, iymon, islom, kufr, shirk, jannat, do'zax, payg'ambarlar, hidoyat, zalolat va boshqa ma'lumotlarni o'qiysiz. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Olamlar, insonlar va jinlarga ogohlantiruvchi bo'lishi uchun o'z bandasi Muhammadga Furqon, Qur'onni nozil etgan zot barakotli, buyukdir. U yana osmonlar va yerning hukmronligiga ega, farzand tutmagan, podshohlikda sherigi bo'lmagan va barcha narsani yaratib, aniq o'lchovi bilan o'lchab qo'ygan zotdir. Mushriklar esa uni qo'yib,
biror narsa yarata olmaydigan, balki o'zlari yaraluvchi bo'lgan, o'zlariga ham biror zarar yoki foyda berishga ega bo'lmaydigan va na o'lim berishga, na hayot berishga va na qayta tiriltirishga ega bo'lmaydigan ilohlarni tutdilar, ularga sig'indilar. Kufrda bo'lganlar bu Qur'on faqat Muhammad o'zi to'qib olgan bir uydirmadir. Unga bu ishda boshqa qavmlar, ba'zi ahli kitoblar yordam bergan deb nohaqlik bilan bo'xton yog'dirdilar. Yana ular bu avvalgilarning afsonalaridir. Muhammad ularni ko'chirib olgan. Bas bu afsonalar unga ertayu kech o'qib berilur dedilar. Ey Muhammad, ularga ayting, uni osmonlar va yerdagi barcha sirni biladigan zot nozil qilgandir. Albatta u mag'firatli va rahimlidir. Yana dedilar, bu qanday payg'ambarki oddiy odamlardek taom yesa va bozorlarda yursa, unga payg'ambarligini tasdiqlaydigan biror farishta tushirilib, u bilan birga ogohlantiruvchi bo'lsa edi, yoki unga osmondan ehtiyoji uchun xazina tashlansa edi, yoxud uning uchun bir bog' bo'lib, u bog'dan ovqatlansa edi. Zolimlar mo'minlarga sizlar faqat bir sehrlangan kishiga ergashmoqdasiz dedilar. Ey Muhammad, ular sizga qanday naqllarni to'qiganlariga qarang. Bas ular haq yo'ldan ozdilar. Endi ular yo'l topishga qodir bo'lmaydilar. Agar xohlasa, siz uchun shu dunyodayoq o'shandan ular aytgan bog' va xazinadan yaxshiroq narsani, ostidan anhorlar oqib turadigan jannatlarni qilib bera oladigan va siz uchun qasrlarni qurib beradigan zot Alloh barakotli buyukdir. Yo'q, ular qiyomatni inkor etdilar. Biz esa qiyomatni inkor etganlar uchun allaqachon do'zaxni tayyorlab qo'ygandirmiz. Ularni uzoq joydan ko'rgandayoq uning g'alayoni va chinqirig'ini eshiturlar. Qachonki kishanlangan hollarida, uning tor joyiga tashlanganlarida, o'sha joyda o'zlariga halokat tilab qolurlar. Shunda ularga sizlar bugun bir halokat emas, ko'p halokatlarni tilangiz deyilur. Ey Muhammad, ularga ayting, shu do'zax yaxshiroqmi yoki taqvodorlarga va'da qilingan mangulik jannatimi? Ular uchun bu mukofot va natija bo'lur edi. Ular uchun o'sha joyda mangulik hollarida barcha xohlagan narsalari muhayyo bo'lur. Bu Rabbingiz zimmasidagi so'raluvchi va'dadir. Alloh ularni, mushriklarni ham
Allohni qo'yib ibodat qilayotgan butlarini ham to'plab ularga mening anavi bandalarimni sizlar yo'ldan ozdirdingizmi yoki ularning o'zlari yo'ldan ozdilarmi deydigan kunda ular derlar: ey pok Parvardigor, bizlar uchun sendan o'zgalarni do'st tutish joiz emas edi, lekin sen ularni va ota bobolarini shunday ta'minladingki, hatto ular seni eslashni ham unutdilar va halokat qavmi bo'lib qoldilar. Ey mushriklar, mana ular sizlar xudolar deb sig'ingan butlar aytayotgan so'zlaringizda sizlarni yolg'onchi qildilar. Endi azobdan qutulishga ham, o'zlaringizga yordam qilishga ham qodir emassiz. Sizlardan kim zolim, mushrik bo'lsa, biz unga katta azobni tottirurmiz. Ey Muhammad, sizdan ilgari biz yuborgan barcha payg'ambarlar ham albatta taom yer va bozorlarda yurar edilar. Biz sizlarning ba'zilaringizni ba'zilaringiz uchun sinov qilib qo'ydik. Qani sabr qila olurmisiz? Rabbingiz esa ko'rib turuvchi zotdir.